Bunlar şu an 160 mingga ketdi dostlar. 160 mingga. Bunlar şu an 300 mingga satılıptır dostlar. 300 mingga. Gel, bana kadar 96 pul veredi. Gol bulamağına gel. Kor bara gel. Boşaltıp koy. Yemeğim düştü ülkeye aldı. Boşaltıp koy. Kor bara gel. Evet. Yoz yap, tribüne geç çıkar. Qaysi bavulda to'zi? 96. Nova? 16. 96 mingga bavulda. Bizde Bu paltarashga bahası qancha o'zi aytmasa? 130 ming? 130 ming. Buni haligi to'yga jitlab turgan to'y ekanda senlar. Qancha derding shuni? Aldingmi? Ha? Qancha? Qancha? 40 ming. Şansında. Gözünüz sıkıcı var. Nazetim tekrar terk ettim. Hayda seni oldu da. Bugün haligi kechira kelib qoldi, hurmatli ko'rishlar. Baringizlarga assalomu alaykum. 10 avgust. Aka, belari qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 218 dedi, ko'n. 218. Bu bir erkek bir urg'a chiqqanda. Ama dost olsa koy. 125 ga berilgan dedi şu attı. Attı qancha dedingiz aka? Tor attım bahası qancha? Tor attım bahası. 200 yaşıcı. 4 yaş janası gene. Va ketdi qancha ketdi? Satıldı da. Umoyim 100 ga berdi bu deyim. No, janası 200 ming so'm ekan. 200 ming so'm. O'spirim qancha? Qay qancha? 200 ming. 200 mingga buni o'spirimni ko'ringizlar. Ana janasida ko'ringizlar. Telefon nomeri aytib qo'yinglar, Qalban aka. Aydan onda davay. Aydan. Mana bermaydi ekan. Bermasa qisto yo'q da. Qisto yo'q. Nasıl balantar? Yemsat. Bugün bozorda ot oz kirgan o'zi negizi. Shu ko'k qancha ko'k o? Ha, taqsir qancha ekan? Attım bas. 250 ming so'm. 100 ga ketdi. Aldingmi? Bunisi qancha ekan buni o'spirim? 300 ming. 200 jetelab bunday ko'rsatib qo'ymasangiz bo'lmaydi-da. Mana qo'y qochib turay. 300 ming so'm kim bor dedi. Bir yaş 2 aylık ekanda. Bir yaş 2 aylık. Ha. Bir yaş 2 aylık qay. Qashqasini ko'rdingizlarmi? Qashqasi da o'zgacha. Boyu qancha chiqadi boyu?
Oyunu özlerken Biri 58 ölçülüp duruyor. Bir jaş ekalda 300 bin so'm kemi var. Telefonda aytib qo'ying aka so'raganlarga. telefon sen diyen Siz aytib qo'ying, men 70 mi? 35 40 60 0770 35 40 69. Kalyan? Bagajı olası? Ha? Kaça da atar? 300 bin deydi. 200 qanchaga deysin? 220 ga. Ketdi deb nane. Bular qanchaga ketdi?